Intoylarim, assalomu alaykum. Ko'pdan beri sizlar bilan ko'rishmayapmiz. Sizlarga video qilmayap turdim. Bugun sizlar uchun maxsus video. Video nimadan iborat? Albatta o'yin. O'ynaymiz. So'z o'yini o'ynaymiz. Ingliz tili so'zlarini o'ynaymiz. Albatta. Qanaqa o'ynaymiz? Demakki, o'yin qoidasi shunaqa. O'yin ikki parchadan iborat. Birinchi parchasida men rasm qo'yaman va uni ingliz tili nomini qo'yaman. Sizlar menga o'zbekchasini aytasizlar. Ikkinchi qismida men o'zbekchasini qo'yaman, so'zni va rasmini qo'yaman. Sizlar menga inglizchasini aytasizlar. O'ynaymizmi? O'ynaymiz. Hammanglar tayyorlanib olinglar, yaxshilab o'tirib olinglar. Ammo bittagina shartim bor. Hammamiz ishtirok etamiz, xo'pmi? Men bitta o'zim, bitta o'tirmaydi. Hammamiz birga ishtirok etamiz. Men ham, sizlar ham. Kelishdikmi? Ketdik, boshladik. Demakki, birinchi so'zimiz flower. Flower. Nima bo'ladi o'zbekchasiga? Gul bo'ladi. To'g'ri. Keyingi so'zimiz balloon. Balloon. Aytib ko'ringlarchi? Balloon. Yaxshi. Nima bo'ladi o'zbekchasi? Shar. Kim dedi pufak? Pufak ham bo'ladi, shar ham bo'ladi. To'g'ri. Keyingisi door. Door. E'tibor deylar-yu, o'zbekchasini eshik bo'ladi, to'g'ri. Door bo'ladi, eshik. Eslab qolinglar, ha? Keyingi so'zimiz lamp. Lamp. Buni ham topib oldinglar-ku. Chiroq. To'g'ri. Chiroq. Lamp. Eslab qoldinglarmi? Nima edi? Lamp. Chiroq. Keyingisi sneakers. Bilasizlar, sneakers. Sneakers. Yaxshi ko'rasizlarmi sneakers? Men ham yaxshi ko'raman sneakers. Krossovkalar. Sneakers. Keyingisi house. House. Aytib ko'ringlarchi. Bo'lmadi-yu, yana bir marta. House. Uy. Uni darrov topib oldinglar-ya. Keyingisi pillow. Pillow. Yana bir marta. Pillow. Yostiq. Ha, yaxshi ko'rasizlar, yostiq. Yostiq. Keyingisi chair. Chair. Stool. Keyingi so'zimiz ocean. Ocean. Tarjimasi juda oson. Okean. Okean. Ocean. Bir-biriga yaqin, ha? Okean topib oldinglar. Tree. 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 Daraxt. To'ppa-to'g'ri. Fuy. Hech kim adashtirmadi. Three. Three 3 bo'ladi. 3 3. Ammo bu tree. Tree. 3 emas, tree. Daraxt. Keyingisi crow. Crow. Qarg'a. Qarg'a. Crow. Aytib ko'ringlar. Crow. Qarg'a bo'ladi. Endi birpas dam olamiz. Charchadinglarmi? Charchamadinglarmi? Ketdik bo'lmasa, ketdik. Davom qildiramiz. Endi men sizlarga o'zbekchasini so'rayman. Sizlar menga inglizchasini aytib berasizlar. O'ylab aytinglar, xo'p. Boshladik. Birinchi so'zimiz daraxt. Inglizchasi nima bo'ladi? Tree. Juda yaxshi. Tree. 3 demadinglar. 3 bo'ladi 3. 3. Number 3. Ammo demadinglar. 3 emas. 3. 3. 3. Juda to'g'ri. Daraxt.
Eslab qoldinglarmi? Keyingisi. Stul nima bo'ladi? Shilidan chiqib qoldimi? Chair. Chair. Masalaga ozgina yordam berdim, ammo e'tibor beringlar. Chair. Juda yaxshi. Keyingisi shar. Nima edi? Inglizchasi? Balloon. Juda to'g'ri. Balloon. Balloon. Juda chiroyli gapiryapsizlar. Juda. Menga yoqyapti. Keyingisi. Eshik. Eshik. Nima bo'lardi? Door. Juda yaxshi. Door. Voy. Hamma narsani bilib olyapsizlar. Chiroq. Lamp. Darrov topib oldinglar. Lamp. Uy bu. Xo'p, keyingisi uy. Shilidan chiqib qoldimi? Uy. Nima edi? House. House. Kim aytdi? House. To'g'ri aytdinglar. Keyingisi oson. Krossovka. Krossovka nima edi? Voy, bilib oldinglarmi? Sneakers. Sneakers. Keyingisi yostiq. Uxlashni yaxshi ko'ramiz. Yostiq nima edi? Pillow. Juda to'g'ri. Pillow. Keyingisi etudim juda oson o'ylab qolish. Okean nima edi? Ocean. Ocean. Juda yaxshi. Va oxirgisi bizda qarg'avoy nima edi? Qarg'a? Crow. Crow. Juda yaxshi. Men shunaqa xursandman. Juda chiroyli o'ynadinglar. Men ham mazza qildim. Sizlar ham mazza qildinglarmi? Hammamiz mazza qildik. Bu so'zlarni yana bir marta qaytaringlar, xo'p? Esingizda qolib qoladi, keyin doim bilasizlar bu so'zlarni. Xo'pmi? Keyingi safar yana boshqacha bir o'yinlarni o'ylab topaman, yana o'ynaymiz. Okay? Kichkintoylarim, dam olinglar. Bay bay sizlarga. Kattalar salomat bo'linglar. Bay bay. Bugungi time outda bugun sizlarga Kohl's do'konida ko'rgan adyollarimni havola qilmoqchiman. Xuddi bizani dizaynga o'xshaydi, atlas dizaynlariga o'xshaydi. 3 ta razmeri bor: king, queen va twin. $80 turar ekan. Bizlar musofirlar uchun bunday narsani ko'rish juda ham xursand qiladi. Ya'ni mamlakatimizni eslatadi. Yana qaradim tepalarida balki dedim yostiqlarga, navlishkalar bormikin deb, ammo yo'q edi. Kohl do'konida qizlar. Mana endi, xayr, salomat bo'ling.